Hatta bo'lsam onangga telefon qilsin, qaynonasi oxira. Qilyapman, ko'tarmayaptilar. Qilayotgan ekan-ku dada. Baloni qiladi, xo'pmi? Siz ham og'zingizni ochib, bunday lallay o'tirmasa, erkak o'xshab dadil gapiring. Xizmatini qilmaganga yarasha. Hey, meni gapimni qaytarmaydi, o'zingiz gapiring. Ha, qo'rqasanmi xotiningdan? Ya. Zo'r gapir. Nega qara, xotininga oid qarindoshlar guruhiga onlayn kiryapti-da, indamay o'tirib chiqib ketyapti. Yozsin. Nima bizni pisand qilmayapmi ya? Ha? Siz ham gapiring bunday. Gaping o'tmayaptimi? Dadil gapiring. Dadil gapiring ya. Men sizga aytyapman. Yozsin, tushundingmi? Ey erkak. Qarindoshlar gruppasi nimadir bormi? Nima deyman? Har kuni gaplashyapti, tushuntirishadi. Xo'p, degan bir marta nimadir duvorga qarindoshlarimga onasini